O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev irrigatsiya institutida tahsil olgan yillarni yodga olar ekan, Sharof Rashidovich bilan bo'lgan suhbatlar uni qanchalik ilhomlantirganini alohida iliqlik bilan eslaydi. 3-kursda o'qiganimda Sa'dulla Iskandarovich mani rektorim bo'lgan. Brejnevga rus tilida biroq xat o'qish kerak. 10 ta odamdan 5 ta odam qoldik. Ertaga sizga o'xshab Sharof Rashidovich bilan uchrashuv bo'ladi. Kim kirishi noma'lum. 2 ta odam qoldik. Keyin ikkomiz keldik. Mirziyoyev siz kirasiz va keyin so'zga chiqdim. От имени механизаторов, хлопкоробов Республики O'zbekiston на имя дорогого Леонида Ильича Брежнев deb. Keyin maylis tugadida Sharof Rashidovich orqaga kelib qo'limdan ushlab, "Ukajon" dedilar. "Siz dedi qayerda rus tilini o'rgangansiz?" Men aytdim, "Maktabda." "Qaysi maktabda?" dedi. Men Zomin rayonida desam, Lenin nomidagi birinchi maktabda o'qiganmisiz?" dedi. Sekani birinchi sekretari qishloqdagi maktabning nomini bilgan. Keyin Sa'dulla Iskandarovich chaqirdida, "Sa'dullaxon" dedilar. "Siz dedi bu insonni menga tarbiya qilib berasiz" dedi. Odamning hayot taqdiri bu ham. Keyin 3 yildan keyin Sharof Rashidov shu o'limlaridan bir 4 oy 5 oy oldin bizning institutga keldi. KPSSda bayrog'ini topshirishga, irrigatsion institutga. Keyin Sa'dulla Iskandarovich aytdi, "Sen kutib olasan, Sharof Rashidov" dedi. Ikkinchi marta uchrashganimda aspiranturaga kirdimman deb aytsam, "Temangni aytib ber" dedi. Temamni aytib bersam, xuddi meni temamni bilgandek shunday shu paxta terish mashinasini aytib berdilar-da, shundaqa chiroyli aytdilar-da, keyin "Men dedi, seni dedi kandidat navut bo'lishingdan keyin sen bilan alohida gaplashaman" dedi. Lekin umrlari qisqa ekan, agar men Sharof Rashidov bilan uchrashmaganimda Toshkentda qolmasdim. Agar Toshkentda qolmaganimda Moskvaga borib shu Vimpimda o'qimasdim. O'qimaganimda, ta'lim olmaganimda men u kursdoshlarim bilan birga juda bo'lsa yaxshi kolxoz raisi bo'lardim.